Ijtimoiy tarmoqlarda mashhur aktrisa Ra'no Yarashovaning fikrlari ustida katta muhokamalar va tanqidlar, hatto janjallar ham avj oldi. Assalomu alaykum, siz bilan Yangiliklar.uz kanali. Videomizga like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Videoda shunday deyilgan: nima uchun kelin qaynona va qaynodani xizmatini qilish kerak deydi birov. Men unga aytaman, nima uchun qilmasligi kerak? Kelin 18 yil, 20 yil ota uyida, ona uyida erka bo'lib kelib, tayyor uyga keladi-yu, nega xizmat qilmaydi? Agar qilmasa borsin, mana eri bilan ijarada tursin. Qani necha yilda qilar ekan hovli joyini, oddiy bitta mashina olishni, quruq yer bo'lsa ham beryapti-ku qaynona. Yana tayyor boquvchiga kelishadi. Bir xona bo'lsa ham uy bersa, aqlni ishlatsin-da xizmatni qilsin. Bitta mashina ola oladimi alohida yashab, osonmikan? Senga qolyaptimi o'sha uy-joy, o'sha yerda yashayapsanmi? Bolalaring, ering bilan birga turasanmi? Qilasan-da birga yashagandan keyin. Masalan, men kelinimga aytaman, men uchun qilganingiz yo'q. Siz eringiz, 3 ta bolangiz, o'zingiz uchun qilyapsiz. Men esa bir o'zimman. Yarim kosa ovqat, bir piyola choy qilib bergani bilan o'lib qolmaydi-ku. Hurmatli o'zbek kelinlari, xizmatni qilinglar. Xizmat bilan odam o'lmaydi, deydi aktrisa video murojaatining oxirida. Izohlarda ayollarning fikricha, uy-joy uchun qullik qilib xizmat qilgandan ko'ra alohida yashash yaxshi. Kimdir esa minnatli oshni it ham yemaydi deya fikr bildirdi. Sizningcha kelin qaynona qaynotaning xizmatini qilish kerakmi? Bu qay darajada to'g'ri yoki noto'g'ri, fikringizni izohlarda yozib qoldiring.